Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ko'rib turganlaringiz navbatdagi ishimizni bitirdik. Xudo xolasa 2026-yil 8-mart sanasındamiz. Bu işimiz xudo xolasa 4 yilda tamoyilchi qilayotgan shunday yanginasida bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek chiroyli qilib ishladik. Xudo xolasa ishimiz o'ynayasana ma'qul bo'ldi. Yon taraflarini oppoq qilsin dedi. Ko'rib turganlaringizdek qo'ldan kelgancha chiroyli sifatga ishlash harakat etdik. Narxlarimiz 130 ming so'm, kvadratlik mikrofonlarimiz 0.33 ishlangan. Hamma xizmatlari ichimda. Sharsharalarimiz 0.45 likdan bo'lgan. Buning 1 metri 40 ming so'mdan, katta sharshara ustanovka qilsangda 50 ming so'mdan bo'ladi tashingiz. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, chiroyli qilib ishlab beramiz, xudo xolasa.